quyosh yondiryaptimi? Shunaqa issiq kunda issiq taklif bilan sizlarga murojaat qilaman. C5 Center 5 da joylashgan bitta zo'r hovli chiqyapti. Narxi vashchi bomba. Olex, Polex, Encyclopediyada ham chiqmaydi uni narxi. Kuzatib turing, hozir narxini aytaman. C5 Brat seriyadan kirib kelganda, shundan chap qo'lingizda 43-maktab keladi. Shu maktab bo'ylab kelganingizda o'zi yo'l masjidga olib keladi. Yo'lni ko'ryapsizlar, ikki tarafda bir etajli uylar qurilgan. Center joy. Joyimiz mana shu. Yer hisobida fasad gidetda 10 metr, ichkariga 25. Qaranmagan, qarovsiz holatda buzib qursanglar bo'ladi. Yo'kida agar investitsiya qilib qo'yaman desanglar ham, novostroykalar qurilguncha kutsanglar, pulingizga pul qo'shilishi aniq. Xo'sh, mana joyimiz. Kadastr dokumentlari joyida ekan. Hozir narxini aytaman, tayyormisizlar? T5 dagi ushbu joyimizning narxi $100,000. Ulgurib qolinglar, shoshilib qolinglar, nomerlarni qoldiramiz, bosinglar.